Alligarik hikoya. Axlat o'rmonda yasharkan, donishmand o'rmondan o'tayotganda qarshisidan chiqib, "Men seni yeyman" deb qo'rqitibdi. Donishmand qo'rqib qochib ketibdi. Endi birinchi xulosa. Agar ifloslikdan qo'rqsangiz, o'rmonga kirmang. Ikkinchi donishmand o'tayotganda xuddi shunday axlat qarshisidan chiqib, "Men seni yeyman" debdi. Donishmand uni bir tepibdi, lekin sasib ketibdi. Ikkinchi xulosa. Tortishingiz mumkin, lekin hidi chiqib ketadi. Uchinchi donishmand o'tayotganda xuddi shunday yana axlat qarshisidan chiqib, "Men seni yeyman" deb qo'rqitibdi. Haligi donishmand esa, "Yo'q, men seni yeyman" deb axlatni yeb qo'yibdi. Endi bu yerda uchinchi xulosa. Tortishuvda yengishingiz mumkin, lekin uni mazasi sizga yoqmaydi. To'rtinchi donishmand o'tayotganda axlat qarshisidan chiqibdi, "Men seni yeyman" debdi. Donishmand unga beparvo o'tib ketibdi. Orqasidan baqirib, chaqirib qopti. Donishmand esa parvo qilmay yo'lida davom etibdi. Haligi axlat esa nima qilishini bilmay, yig'lab o'zini suvga tashladi. Donishmand esa jimgina yo'lda davom etibdi. Endi to'rtinchi xulosa. Sizga shunday musirlar gapirganda jim ketavering yo'lingizda. Bu videoni ana shunaqa musirlarga yuborib qo'ying.